O'zbekiston Prezident Mirziyoyev boshchiligida o'zining milliy taraqqiyot yo'lini belgilab oldi. Davlatimiz dunyoga ochildi. Imkoniyatlar kengaydi. Iqtisodimiz o'sib bormoqda. Tan olish lozim, bu yog'iga yurtimizga yangi Xorazmiylar, Ibn Sinolar kerak. Ilmiy yangiliklar, zamonaviy kasblar, IT texnologiyalariga asoslangan innovatsion yechimlar zarur. Dear guests, welcome to Nukus. Health Tech Hackathonning asosiy maqsadi tibbiyot sohasini raqamli transformatsiya qilishni tezlashtirishdir. Ayniqsa sun'iy intellekt ushbu soha uchun yaratayotgan yangi imkoniyatlarni joriy qilish o'ta muhimdir. Hurmatli prezidentimiz qat'iy irodalarini namoyon etmoqdalar. Bolalarimiz o'qisin, yoshlarimiz ilm olsin, kasb egallasin deyaptilar. Nima sababdan? Nima uchun? Albatta, o'zbek xalqi uchun, O'zbekistonimiz uchun. Shu bois bor bilim salohiyatingizni millatimiz farovonligi, O'zbekiston uchun sarflash vaqti kelganini har biringiz anglashingiz, yurakdan his qilishingiz zarur.